limfa tugullari uni yana o'lishni boshlaydi. Avtomatik figuralar kirishni boshlaydi. Oynaga qaraganda yoqishni boshlaydi. Ularni ichini tozalash yo'llari ham o'rgatiladi. Shunaqa, rezultatga tezroq erishish uchun zalga qancha vaqt kelish kerak? Zalga kelishingiz uchun har xil yo'nalishlarimiz bor. Insonning ko'rinishiga qarab, vaziyatiga qarab, gormonlariga qarab, uni kasalmaslik holatlariga qarab dietalar, tushunchalar, vitaminlar tushunchasi beriladi. Va ichki holatida qabziyatli bormi, oshqozondagi muammolar, o't fe'llarini o'rgangan holda rejim tuzib beriladi va ularni ichini tozalash yo'llari ham o'rgatiladi. Agar faqat sinni trenirovka beradigan bo'lsak, uni ichki holati yaxshi bo'lmasa, undagi qabziyat bo'laversa, misol uchun atoklari juda ham ko'p bo'lsa, ter orqali chiqarish mumkin. No, ichki holatdagi atok ich kelishlarini yaxshilagan holatda ishlasak, sport sog'lomlashtirish markazi bo'lgani uchun bizni ideal holatda ham ichki holat, ham tashqi holatda ishlaganimizda mijozda tezroq va sog'lomroq natija bo'ladi va u o'ziga har doim oynaga qaraganda yoqishni boshlaydi. Chunki insonning kasallari to'kilgandan keyin odam chiroylilashishni boshlaydi, o'zidan o'zi avtomatik figuralar kirishni boshlaydi, korreksiya figuralarga ishlaniladi, vес to'xtab qoladigan momentlar bo'ladi. Mijozlarning xatolariga ko'ra biz tushuncha beramiz, ora-orada yana vес yurib ketadi. Va shunga qarab qancha muddatda, misol uchun 3 oydan 6 oygacha bo'ladigan muddatda qanchadir vazn tashaladi, bu odam o'zini istagan natijasiga ham ichki va tashqi taraflama erishdi. Lekin bu narsani tashab qo'yib, avvalgi holatidagi yotib yesa, umuman harakat qilmasa, limfa tugullari uni yana o'lishni boshlaydi. U semirish u yoqda tursin, ichki organizmdagi holat yana qarish protsess bo'lib, ichki organizm tashqi organizmga nisbatan ko'proq va tezroq qaraydi. Nimagaki? Inson aralash-quralash har xil narsalarni yeb tashigani uchun shunaqa holat bo'ladi. Va limfa sistemalari ishlamagandan keyin unda virozniy mastopatiya, mioma shunaqa kasalliklar kelib chiqishni boshlaydi. Shuningdek, biz 3 oydan 6 oygacha, 1 yilgacha mijozning ko'rinishi har xil holatiga qarab ishlaganimizdan so'ng mijoz o'z xohishi bilan bu sog'lomlikni, bu go'zallikni dalshi shunaqa ushlab turgisi keladi va o'zini ustida doim ishlab turishi reja qiladi. Qat'iyat kuchayadi, energiya oshadi, yosharadi ichki va tashqi organizm. Bu insonning o'zini tanloviga bog'liq. Dalshi shug'ullanish, tashab ketish, inson qanchalik shug'ullanib yursa, qanchalik to'g'ri yo'nalishda bo'lsa, unda faqat yosh, energiya, go'zallik, qomat bo'ladi, salomatlik bo'ladi.